Seni söydim. Abdori Yağmur. İçindeki sözlerini yoşurup kalalaydiganligini bilsen. Ama onunla aytanmagan aqidang üçün yürüking laqti boludu. Kimlarningdir seg'inishning hasrati haqida aytgan naqshlarini anglagan seri yürükingda qolgan hijronga ilotsizlik beqiyotganingni hech kim bilmaydi. Qanchalik yoshirib qala olaysan? İchingda yashayotgan unsizlikni uningga aytganingda qaysi darajada tilinasan? Shundaq. Ko'zlaringni so'ydi. Söyish imkoniyati bo'lgan barliq narsalarni ko'zlaring bilan ko'rasan. Ko'zlaring oshkorlayotgan muhabbatdan menga ozroq bo'lib berishingni orzulab o'ltirib so'ydi. İnson qanchalik bardoshlik bera oladi? Qanchalik davomlashtira oladi? Muhabbatning imkoniyati zodi qanchalik? Hammasi qorong'u. Aşıqlığını söydü. Kimlarga aşıqsan degim keladi sana. Aşıqlıq qanchalik uzunga so'zilib boradi. Hech nimani bilmayman. Ammo aşıqlığını söydü. Söygücü bo'lganligim uchun barliq hasratga maftunkorligimdan hayron qolaman. Tunlarda seni seg'inganimda nimlarga talmirib, nimlarga intilib o'tar bo'g'iydim. Deraza sirtidan yiroqlarga nazar solg'ach, sen keldigan yo'llarga boqadiganligimni bilib qolsang, yuragimni qaysi holatda sang sunar bo'g'iydim. Shundaq. Aşıqlığını söydü. Bana təvə bo'lmagan aşıqlığını söydü. Birisini yaxshi görüb, kechalarni uyqusiz qo'yayotgan chig'ingda kimlar dardingni so'rab, "Amanmi sen" deydigandi. Mening qanchalik fursatim bo'lg'aydi. Sana erishgudek qanchalik fursatim bo'lg'aydi deyman. Ismingni chaqirg'im keladi. İsmingning bosh harfida turib qolaman. Hech nimani deyolmayman. Sirtda qor yig'iyotdi. Yuragimda liqqida hasrat. Hasratga patgan kechmishlarimni tingshayotgan vaqtingda bechora bayqush degansanmi? Sana aytolmayotgan oshiqligimdan qiynalib yuragim tilinganda, muhabbatsiz kunlarga qaysi holatda beqiyotganligimni esingda yo'q qiyos qilib qolamsan. Yo'q. Oqibat aniqki, men hech nima. Muhabbatingga erishgudek qurbati yo'q biri xolos. Shunaqmi? Kelamdigansan. Rostilla muhabbatning bu shirin ko'chalarga kelib, qo'llarimni chingida tutamdigansan. Kulgim keladi. Shirin xiyollarimdan o'yilaman. Ahırda közlerim hasratga patgandek, yaşlarım bağrımni makam etidi. Qar to'zonlari arsida ketib berib, ismingni yezib qo'yg'im keladi. Ammo qar erib ketganda hamma narsaning yo'qolib ketishining qo'rqiman. Bo'ynimni qisqancha do'qmishda o'ltirib qoldiganligimni bilmaysan. Hamma narsa shu qadar g'amkin. Hamma narsa shu qadar mayus. Meni yaxshi ko'rish ehtimolligining yo'qligini bilgan chig'imda o'ltirib qoldim. İnson muhabbatni qaysi holatda pochlab bera oladi? Qaysi holatda beg'ishlay oladi? Qaysi usulda birovni yaxshi ko'ra oladi? Yiningda o'ltirib, ko'zlaringga boqqim keldi. Lavlaringga yaqin surilgim keldi. Menda qandaqmi bu qadar zo'r g'ayrat bo'lsin deysan? Sana batnayotganligimni bilamsan. O'zingni asra degan bir eg'iz so'zimda chidamaslikning yoshiringanligini, qiymayotganligim sababidilla mongo cho'kkancha sana aytgan o'zingni asra degan so'zlarimga qarab, yoshlarimni yoshirib qolganligimdan hayron bo'layotganligimni bilamsan.
Bu mendeki rağbetmi? Yoki chidamaslikmi? Bu mendeki suyishmi? Yoki parcha-parcha tilinayotgan oshiqlikmi? Yurakim og'riyotidi. Qaysi darajada og'riyotidi? Qaysi darajada bardoshlik beryotidi? Buni bilmaysan. Yurakim burun mushundoq og'irgan edi. Kimlarningdir yolg'ondan yaxshi ko'rishlarga chidamaganda, kimlarningdir saf qalbimni aldab qo'yganida, kimlarningdir seni suyib boqmagandim degan so'zlarni anglaganda mushundoq og'irgandi. Qara, seni so'ydim. Yuragim og'rig'udek darajada so'ydim. Birdamlik hissiyotga qul bo'lma degansanmi? Yoki menga ishonmay ko'nglimga tasalli bermoqchi bo'lib, mendan yaxshilari ko'p degan bahonalarni ko'rsatib yurgansanmi? Xotiramga bitgan bir ig'iz so'zni yodimga oldim. Shundoqki, ba'zi insonlarni yaxshi ko'rish uchun bir umr tirishsangmi bekorga. Ammo ba'zi insonlarni yaxshi ko'rish uchun barliq bahonalar hech nima emasga. Seni so'ydim. Muhabbatga bag'ri qonmagan oshiqligim bilan so'ydim. G'arib hikoyalarim kabi, uzunga so'zilgan tanholiqim kabi, muhabbatga atalgan sadda, o'ychan ko'zlarim kabi so'ydim. Seni qaysi holatda so'ydim bilamsan? Seni qaysi holatda kutdim bilamsan? Barliq narsalardan xabarsizsan. Barliq cho'nqurlikdan yiroqsan. Barliq g'amkinlikdan yiroqsan. Kimlarni kutdim? Kimlar qalb darvozangni chekdi? Kimlar sana ataldi? Yana kimlar? Men suygan ko'zlaringni istilo qildi. Suyib turib erishamaydigan narsalaring bo'ladi ekan. Suyib turib yetemaydigan manziling bo'ladi ekan. Suyib turib tilinib tugishib ketadigan qismatlaring bo'ladi ekan. Seni so'ydim. Ita. Seni so'yishlarimga yetmaydigan bu ko'chada qaysi holatda yashaydigandiman? Sensiz qolgan bu makonda qaysi holatda bardoshlik berdigandiman? Sensizlikka qaysi holatda yuzlandigandiman? Ma'lum bir kuni boshqa biriga tava bo'lganingda yuragimda qolgan jarohatlarim qanab ketganida yana hayotga yuzlanib kulimsirashlarim mumkinmidi? Yedingni ipkilanmaydigan shamollar yo'q bo'lganda, muhabbatga tashna kechmishlar yo'q bo'lganda, oshiqlikqa sabab kutishlar tamam to'zib ketganda yana qaysi holatda hayotga boqadigandiman? Seni so'ydim o'tning ichida, bag'ritilgan hijron ichida, alamga patqan kechmishlar ichida. O'zimni yo'qotgan ma'lum bir kunlarda kelamdigansan. Kutishlarimga tasalli berib, muhabbatga qonmagan kechmishlarimga xotima berib kelamdigansan. Hasrat va muhabbatga talpingan bir holda seni so'ydim. Shundoq. Ey oshiqligimning sababkori. Men seni shu qadar so'ydim.